Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, karom yetishtirishi navbatdagi qismini qo'yamiz. Xudo xolasa, boshidan ko'rayotganlar bo'lsa biladi, bu mentalik ko'chatimiz. Mana kosadek bo'lib qolgan. Yaqin qoldi pishishiga. Bunga selitra soldik. Endi bunga xudo xolasa yo shu selitra bilan pishadi yoki yana bir marta sug'oramiz. Anaqasiga qaraymiz, holatiga qaraymiz. Borgan sari kattalashyapti. Sizlarga bu ko'mgan dorimizning effektini ko'rsataman. Mana shu qo'yamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana dorilar hali mana dorilar hazm bo'lmagan hali. Yer kuchi bor. Hali dori, amofos, sulfat, karbamid ko'mib chiqardik. Amofoslar hali yer ulgurmagan. Bu hali kuch berib yotadi. Ochib ko'rsatim. Selitra tez kuch berib hosiliga yaxshi ta'sir qiladi. Shunga selitra beramiz. Ko'milgan dorisi ham hali bor. Esinglarda bo'lsa, birinchi, ikkinchi dori berganda tegi ko'mib berdik. Kultivatsiya qilib ko'rganlar bo'lsa biladi. Xo'sh, bu o'sha mentalik ko'chatimiz. Mana kosadek bo'lib qolgan. Peladek ham, maydarog'i ham bor. Kosadek bo'lib qolgan. Bu keng ko'chatimiz. Bunga ham mana selitra berdik. O'tgan safar mana ob'yomi bariga tanasi kichkinaroqligiga karbamid berardik bitta. Esinglarda bo'lsa, hozir tanasi mana yoyilib ancha katta bo'lib qolgan. Endi faqat hosiliga ishlaymiz, selitra beramiz. Bu ham mana o'rash jarayonini boshlagan. Xudo xolasa o'rash boshladi bu ham. Xo'sh, bunga qilgan ishimiz shu bo'ldi. Hozir suv ochamiz. Kechasi bilan qoldiramiz endi suvni. Kechasi bilan qoldirib zaxlatamiz. Agar sizlar yeringlar tez zaxlab ketadigan bo'lsa, kechasi bilan qoldirmasanglar ham bo'ladi. Bizaniki mayda oqizib kechasi bilan qoldiramiz. Ham biz oralatib sug'oramiz. Mana maridan ichmaydi. Oralab ichadi suv. Shunga kechasi bilan qoldiramiz endi. Savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga keyingi videolar yana qo'yib boramiz. Xudo xolasa terib sotib tugatguncha video qo'yib beramiz. Sog' salomat bo'linglar.